Qaranglar, men qanaqa kitob topib oldim, lekin ming afsus, bu kitob yirtilgan ekan. Men kitob yirtilgani uchun shunaqangi xafa bo'ldim. Chunki bilasizlarmi, kitob sizning qo'lingizga kelguncha qancha yo'lni bosib o'tadi. Shuning uchun biz bugun O'zbekiston nashriyot matbaa ijodiy uyiga keldik. Bugun sizlar bilan shu haqida gaplashamiz, ketdik. Ma'lumot uchun bu nashriyot bu yil 101 yoshga to'ldi. Kitob materiallari birinchi bo'lib tahririyat bo'limiga keladi. Biz ham shu bo'limga keldik. Biz hozir bu bo'limda nimalar qilinishini bilib olamiz. Assalomu alaykum. Biz ishni birinchi bo'lib nimadan boshlaymiz? Hozir shu haqida to'liq ma'lumot olamiz. Stajni bo'lam. Biz ishni birinchi navbatda bizaga mualliflarimiz elektron variant olib kelishadi. O'z elektron variantni olib muharrirlarga uzatamiz. Muharrirlar va korrektorlarga uzatamiz. Ular o'sha elektron variantni ko'rib, chiqib, ichini o'qishadi, o'qib, tozalab, ichida xatolarini, imlo xatolarini hammasi ko'rib, tahrir qilib, bizga uzatishadi. Biz uni olib, bolajonim qara, olib formatga solamiz, qara. Mana kitob qilib format ichiga solamiz. Bizga format beradi. Texnik redaktorlarimiz uni format ichiga solib, chiroyli qilib joylashtiramiz. Rasmlar qo'yamiz, tekstlarni qo'yamiz, qo'yib chiqazib beramiz. Buni yana muharrirlarimiz o'qishadi. Toza bo'lgandan keyin biz buni chop etishga tayyorlaymiz. Uni PDF qilib, hammasi topshiramiz, u yoqlar o'sha ketadi. Jarayoni boshlanadi. O'sha bu jarayon bo'lguncha ancha mehnat qilamiz. Mehnatlaringiz uchun barcha bolalar nomidan sizga kattakon rahmat aytamiz. Rahmat bolajonim. Kitobni elektron variant tayyor, endi biz ishlab chiqarish sexiga boramiz. Kitobni bosmaga berishdan oldin mana shu yerdagi operator akalarimiz elektron shakldan bosma qolip yasashadi. Mana bu bilasizlarmi nima? Qog'oz ekan. Umrimda ko'rmaganman bunaqa qog'ozni. Biz ko'rgan o'sha katta qog'oz rullonlar hozir kesish uchun tayyorlanmoqda. Mana shu qurilma qog'ozlarni standart o'lchamlarda kesib beradi. Ko'rib turganingizda qog'ozlar mana shunday shaklda kesiladi va mana shu yerga taxlanadi. Bu yerda kitob bosmadan chiqariladi. Bosmadan chiqqan qog'ozlar bu yerda buklanadi. Buklangan qog'ozlar bu yerda tartiblanib blok holatiga keltiriladi. Mana natija. Bloklangan qog'ozlar mana shu qurilma yordamida tikiladi. Mana bolalar blokning tikilgan holati. Endi bu blok muqovaga biriktiriladi. Mana shu qurilma yordamida blok 3 tomonlama kesiladi va kitob tayyor holatiga keladi. Va nihoyat bizning kitoblar tayyor va biz qadoqlash jarayoniga yetib keldik. Sizning qo'lingizga kitoblar mana shunday holatda yetib keladi. Goh bo'lganingizdek bitta kitob bizning qo'limizga kelguncha qancha odamlar mehnat qiladi. Shuning uchun aziz bolalar, kitobni qadrlaylik va uni ehtiyot qilaylik.